Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, aziz musulmonlar, ismim Anvar Rasulov. 1998 yil tibbiyot universitetini tugatdik va hozirgacha shu tibbiyot sohasida faoliyat ko'rsatyapmiz. Sovet tibbiyotining usuli bilan davolash o'zimizning O'rta Osiyo xalqlarida va boshqa xalqlarda ham juda ham ko'p kasalliklarga yo'l ochib beradi. Buni o'zimizda hayotimizda ham ko'rdik va bemorlarimizda ham ko'rdik. Bu usul bilan davolash insonni sog'lomlashtirmaydi. Buni o'rniga biz 10-15 yillardan beri tibbi nabaviy bilan tanishganimizdan keyin, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hayotlari bilan tanishganimizdan keyin, u kishi tavsiya bergan dori-darmonlar bilan, usullar bilan tanishganimizdan keyin undagi ko'rgan natijalarimiz juda ham yaxshi bo'ldi. Undan hosil bo'lgan ilm, tajribalarimizni ilm bo'lib qolishi uchun bu kanalni ochgandik, Telegram kanalida. Shuning uchun sizga ulashmoqchimiz buni. Telegram kanalimizga obuna bo'ling.